Biz turmuşda osonla atrofimizdagilarga marka yoki sifat so'zlarini choplab olamiz, ya'ni boshqalarga to'n bichishga bek omroq kelamiz. Buning sababi tuvandagidek ikki xil bo'lishi mumkin. Siz bilan o'rtoqlashaman. Buning birinchisi vaqtni tejash. Biz uchun boshqalarni tafsiliy, inchikka tushunib, ularning alohida, inchik taraflarini bayqab yurishdan, shundaqla bir sifatni choplab qo'yib, tonish bizga osonroq bilindi. Ham vaqtimiz tejiladi shuning bilan. Xo'sh, ikkinchisiga kelsak, biz boshqalarga nisbatan o'ng'ayroq mo'ljallash ham tushunish imkonimiz bo'lishini xohlaymiz. Bu jihatda o'zimizga bahonami topa olamiz. Masalan, birisi boyvachcha bo'lgan bo'lsa, bizga uning o'z tirishchanligi ko'rinmay qoldi. Faqat shu sharoit, shu imkoni bo'lmagan bo'lsa, u hargiz bunday qilolmaydi deymiz. Ondan agar mening shuningga o'xshash boyvachcha pultar ota-onam bo'lgan bo'lsa, men undaq qilib aytdim, bundaq qilib aytdim deb o'ylaymiz. Buning bilan bizning uningdek ko'zga ko'rinmasligimiz yoki qaltis bo'lanmasligimiz o'zimizga to'g'ri tushunishlik bir ish bo'lib qoladi. Biz masalaga oilamizning puldor emasligini sabab qilamiz. Amaliyotda bo'lsa, u haqiqatan bizdan tirishchan bo'lishi mumkin. Bizning boshqalarga marka choplashimiz, ya'ni boshqalarga to'n bichishimiz dal shundoq bo'ladi. Buni tafakkurdagi g'ururlik desak, xatolashmaymiz. Biz bu orqali yana o'zimizga ustunlik tuyg'usi topa olamiz. Davomli o'zimizga mening zodi to'g'ri, uning xato degan tuyg'uni akilalaymiz. Lekin shuni tushunishimiz kerak azizim, bizning boshqalarga yomon marka choplashimiz, katta tonlarni bichishimiz amaliyotda o'zimizga ishonmasligimizni chandırıp qo'yadi-jumi. Bu holatda biz ham o'zimizni boshqalarning choplagan markasi bo'yicha tushunadigan bo'lib qolamiz. Aslida bizni hech kim o'zimizdek tushunmaydi, bu bir haqiqat. Boshqalarning choplagan markasi, boshqalarning bizga pishgan tonlari to'g'riliqmi biz? Bu faqat sening o'yingkan, meni davomli tushunaman desang, bundaq dema, tushungan bo'lmasa, ishingni qilaver deyaladigan bo'lamiz. Albatta, o'zining gapida chingda turib olganlarga bizning muloyimlik bilan tushuntirib yurishimizning yana o'rni yo'q. Odam haq qancha yaxshi bo'lsa-mu, hamon dushmani bo'ldi. Haq qancha aski bo'lsa-mu, hamon o'zdaklardan do'sti chiqdi. Hammamizga manfaat bo'lsin. 快手，拥抱每一种生活。